karies indikatoriga tegishli spor haligacha bor. Karies indikator kerakdan ortiq denchini olib tashlaydi. Karies indikator marketing xod bir tiyga qimmat narsa deydigan lager bor va karies indikatorsiz ishlamaydigan stomatolog bor. Ayniqsa biomimetikada karies indikatorsiz ishlamaydi. Nega? Balki sizlar eshitgandirsizlar, ko'p videolar ko'rgandirsizlar, karies indikatori yomonlaydigan. Takao Fusayama aytgan bitta gapi bor, zo'r gap. Stomatologlarni yakka yagona qiladigan ishi kariesni yo'qotish. Lekin necha yuz yil davomida kariesni yo'qotish subyektiv omillar orqali bajarilgan. Bu nima degani? Biz o'zimizga tegishli bo'lgan asosiy vazifani bajarmay keldik. Karies indikator sizga nima beradi? Nekrektomiyani to'liq kontrolini beradi. Pascal Manier bilan Aliman aytganidek, siz periferическая zona запечатывания olasiz. Ya'ni qovog'ingizda atrofi to'liq toza intakt dentindan hosil bo'ladi. Hammamizga ma'lum, intakt dentinga maksimal bond bilan yopishish imkoni bor. Gapiradigan gap ko'p, davomini xohlasanglar albatta plus bosib qo'ying.